Agar siz 60 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki oilangizda 6 ta pensioner ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, aka-ukangiz, opa-singlingiz bo'lsa, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki pensiya masalasida eng ko'p muammo pul yetishmasligidan oldin chalkashlikdan boshlanadi. Kimga nima tegishli, qachon murojaat qilish kerak, qaysi hujjat kerak, ishlayotgan pensioner pensiyasidan ayriladimi? Staj qanday hisoblanadi? Qayta hisob kitob qildirish mumkinmi? Degan savollar odamni charchatadi. Men bugun sizga 6 pensionerlar uchun asosiy qoidani oddiy tilda charchaqashliksiz tushuntirib beraman. Bu ma'lumot faqat pensionerning o'ziga emas, uning farzandlariga ham kerak. Chunki ko'pincha hujjat yig'ish, idoraga borish, ariza yozish, elektron xizmatlardan foydalanishda farzandlar yordam beradi. Videoni hoziroq oxirigacha ko'ring. Kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bitta e'tiborsizlik ba'zan oyma-oy olinadigan pulga, imtiyozga yoki vaqtida tayinlanadigan pensiyaga ta'sir qilishi mumkin. Men avvalo eng asosiy narsani aytaman. Pensiya masalasida eshitdim, qo'shnim shunday dedi. Mahallada aytishdi. Oldin bunday bo'lardi degan gaplarga tayanib ish qilish xavfli. Chunki tizim yillar davomida o'zgardi. Oldin ko'p narsa qog'oz hujjat, mehnat daftarchasi, korxona arxivi va idoraga bir necha marta qatnash orqali hal qilinar edi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Ish staji, ish haqi, soliq to'lovlari, bandlik ma'lumotlari, shaxsiy ma'lumotlar, nogironlik holati, ayrim ijtimoiy to'lovlar. Bu yaxshi tomoni shundaki, odamning yukini kamaytiradi. Yomon tomoni esa shuki, ba'zida xato bo'lsa yoki eski davrdagi ish joyi ma'lumoti kiritilmagan bo'lsa, pensioner o'zi bilmagan holda kamroq pensiya olishi yoki tayinlash jarayoni cho'zilishi mumkin. Oldin pensiyaga chiqayotgan odam ko'pincha mehnat daftarchasini olib borardi va ish staji asosan shu daftarchadagi yozuvlarga qarab aniqlanardi. Agar daftarchada muhr bor, buyruq raqami bor, ishga kirgan va chiqqan sanalar to'g'ri yozilgan bo'lsa, ish osonroq bitardi. Lekin korxona yopilgan, arxiv topilmagan, muhr o'qilmay qolgan, familiya o'zgargan, harbiy xizmat yoki bola parvarishi davri noto'g'ri aks etgan bo'lsa, muammo chiqardi. Hozir ham bunday muammolar uchraydi, lekin elektron bazalar qo'shilgan. Ya'ni endi faqat daftarcha emas, rasmiy ma'lumotlar bazasi ham muhim. Eng asosiy qoida shunday: 6 pensioner o'z pensiyasi, staji, hujjatlari va imtiyozlari bo'yicha hamma narsani avtomatik bo'lsa kerak deb tashlab qo'ymasligi kerak. Pensiya tayinlangan bo'lsa ham uni tekshirtirish, staj to'liq hisoblanganmi, ish haqi davrlari to'g'ri olinganmi, qo'shimcha huquqlar bormi, shularni vaqti bilan aniqlashtirish kerak. Men ko'p holatda ko'raman, odam 34 yil pensiya olib yuradi, keyin eski bir hujjat topiladi yoki bir davr stajga qo'shilmagani ma'lum bo'ladi. Agar buni vaqtida tekshirganida ehtimol pensiyasi avvaldan yuqoriroq bo'lardi. Birinchi masala yosh. Odatda erkaklar uchun pensiya yoshi 6000 yosh, ayollar uchun esa 25 yosh sifatida tanilgan. Lekin bu umumiy qoida. Ayrim kasblar, zararli mehnat sharoiti, ko'p bolali onalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, harbiy yoki unga tenglashtirilgan xizmatlar, imtiyozli toifalar bo'yicha boshqa shartlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun men 6 ga kirdim. Demak, hammasi tayyor deb o'ylamaslik kerak. Pensiya uchun yoshning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Staj va hujjatlar ham tekshiriladi. Ikkinchi masala staj. Pensionerlar orasida eng ko'p chalkashadigan savol shu. Odam men 7 yil ishlaganman dedi. Lekin hujjatda 7 yilning hammasi ko'rinmasligi mumkin. Masalan, 1995 yildan 1992 yilgacha kolxozda ishlagan, keyin 1993 yildan 2001 yilgacha kichik korxonada bo'lgan. 2002 yildan 2010 yilgacha yakka tartibda ishlagan, keyin yana rasmiy ishga kirgan. Og'zaki qaraganda 30 yildan ko'p mehnat bor. Lekin ba'zida yakka tartibdagi davr uchun to'lovlar ko'rinmasa, kolxoz davri arxivida tasdiqlanmasa, kichik korxona yopilib ketgan bo'lsa, hisobda katta farq chiqishi mumkin. Oddiy misol keltiraman. Akmal aka 62 yoshda. U 1903 yildan 1935 yilgacha zavodda ishlagan, keyin 1936 yildan 2005 yilgacha bozorda savdo qilgan. 2006 yildan 2023 yilgacha qo'riqchi bo'lib ishlagan. Akmal aka mening stajim 40 yil deb o'ylaydi. Lekin tekshiruvda 1996-2005 yillardagi faoliyat rasmiy to'lovlar bilan tasdiqlanmagan bo'lsa, bu 9 yil to'liq qo'shilmasligi mumkin. Natijada pensiya miqdori kutilgandan past chiqadi. Bu yerda Akmal akaning men ishlaganman-ku degani insoniy jihatdan to'g'ri, lekin pensiya hisobida rasmiy tasdiq kerak bo'ladi. Demak,
Asosiy dars. Ishlagan davrni tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, uni izlash kerak. 3-masala ish haqi. Pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan omillardan biri ish haqi davrlari bo'lishi mumkin. Ko'pchilik stajim ko'p bo'lsa, pensiyam katta bo'ladi deb o'ylaydi. Bu qisman to'g'ri, lekin faqat staj emas, rasmiy daromad va qonunda belgilangan hisoblash tartibi ham ahamiyatli. Masalan, 2 kishi 35 yil ishlagan bo'lishi mumkin. Biri ko'p yillar rasmiy yaxshi maosh olgan, ikkinchisi ko'p davr norasmiy ishlagan yoki minimal ko'rsatilgan maosh bilan yurgan. Ularning pensiyasi bir xil bo'lmasligi tabiiy. Misol uchun, Malika opa 26 yoshda pensiyaga chiqqan. U 20 yil maktabda, 10 yil xususiy o'quv markazida, 5 yil esa uyda bola parvarishi bilan bo'lgan. Maktabdagi ish haqi rasmiy, o'quv markazidagi ish haqi ham shartnoma asosida to'langan bo'lsa, hammasi ancha ravshan. Lekin o'quv markazi bir necha yil maoshni konvertda bergan bo'lsa, ya'ni rasmiy daromad past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya hisobida ham past ko'rinadi. Bu bugungi yoshlar uchun ham saboq. Rasmiy ishlash faqat bugungi kredit yoki maosh uchun emas, ertangi pensiya uchun ham muhim. 4-masala ishlayotgan pensionerlar. Ko'p odamlar 60 yoshdan keyin ham ishlaydi. Sababi oddiy, pensiya yetmasligi mumkin. Odam o'zini faol his qiladi, tajribasi kerak bo'ladi, oilaga yordam beradi. Bu yerda eng ko'p uchraydigan savol, ishlasam pensiyam to'xtaydimi? Umumiy yondashuv shuki, pensionerning ishlashi alohida tekshiriladigan masala. Lekin pensiyadan avtomatik voz kechish degani emas. Biroq ayrim to'lovlar, qo'shimchalar, ijtimoiy yordamlar yoki imtiyozlarda ishlaydi, ishlamaydi. Daromadi bor yo'q degan shartlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensioner faqat pensiya so'ziga qarab emas, aynan qaysi to'lov haqida gap ketayotganini aniqlashi kerak. Masalan, Sobir aka 63 yoshda pensiya oladi va maktabda qorovul bo'lib yarim soat stavka ishlaydi. Uning pensiyasi tayinlangan, ish joyi rasmiy, soliq va boshqa to'lovlar bazada ko'rinadi. Bu holatda u o'zining ish staji keyinchalik qayta hisob-kitobga ta'sir qiladimi? Qo'shimcha ishlagan davri inobatga olinadimi? Shuni pensiya jamg'armasidan aniqlashtirish kerak. Chunki har bir holatda ariza, muddat va rasmiy tartib bo'ladi. Odam o'zi qo'shilib ketadi deb kutib yurmasligi kerak. 5-masala. Olim bo'lish odamlarning ko'pida hujjatlar masalasi murakkab bo'ladi. Pasport yoki ID karta, JSHIR, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh yoki ajrim haqidagi guvohnoma, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi ma'lumotnomalar kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa ayollarda familiya almashgani sababli bitta odamning turli hujjatlarda turli familiya yozilgan bo'ladi. Masalan, qizlik familiyasi Karimova, turmushdan keyin Rasulova, keyin ayrim hujjatda Karimova Rasulova shaklida yozilgan. Bunday farqlarni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak, chunki ba'zida moslik chiqmasa, davr tasdiqlanishi qiyinlashadi. Men tomoshabinlarga buni juda aniq ajratib beraman. Xavotir olish kerak bo'lgan birinchi toifa, mehnat daftarchasida bo'sh joylar bor, yozuvlar tushunarsiz, muhrlar o'chgan, ishga kirish-chiqish sanalari noto'g'ri yozilgan odamlar. Masalan, daftarchada 1998 yilda qabul qilindi deb yozilgan. Lekin qaysi sanadan, qaysi buyruq bilan yozilmagan. Yoki chiqish sanasi bor, lekin muhr yo'q. Bunday holatda tasdiqlovchi qo'shimcha hujjat kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa, korxonasi yopilgan, kolxoz, sovxoz, zavod, shirkat, eski tashkilotlarda ishlagan odamlar. Bu yerda arxiv muhim. Hamma arxiv bir joyda bo'lmaydi. Ba'zi hujjatlar tuman arxivida, ba'zilari viloyat arxivida. Ba'zilari voris tashkilotda, ba'zilari esa umuman saqlanmagan bo'lishi mumkin. Lekin topilmaydi degan birinchi javob bilan to'xtab qolmaslik kerak. Ariza bilan yozma murojaat qilish, javobni yozma olish. Keyin pensiya jamg'armasi bilan maslahatlashish kerak. 3-toifa, uzoq yillar norasmiy ishlaganlar. Bozorda savdo qilgan, qurilishda ishlagan, uyda tikuvchilik qilgan, mavsumiy ish qilgan. Lekin rasmiy ro'yxatdan o'tmagan yoki to'lov qilmagan odamlar pensiya hisobida qiynalishi mumkin. Men buni aytayotganda odamlarni ayblamayman, chunki hayotda har xil davrlar bo'lgan. Lekin bugun rasmiy tasdiq bo'lmasa, pensiya tizimi og'zaki gap bilan hisob qilmaydi. 4-toifa chet elda ishlaganlar. Masalan, Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatlarda yillar davomida ishlagan odamlar bor. Bu davr pensiyaga qanday ta'sir qilishi davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar, rasmiy to'lovlar, hujjatlar va tasdiqlarga bog'liq. Men chet elda 10 yil ishladim, demak avtomatik qo'shiladi deb o'ylash noto'g'ri. Mehnat shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotnomasi
sug'urta to'lovlari, migratsiya va boshqa hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Kamroq xavotir olsa bo'ladiganlar kimlar? Agar siz butun umr rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat daftarchangiz tartibli bo'lsa, ish haqi rasmiy to'langan bo'lsa, elektron bazalarda ma'lumotlaringiz to'g'ri chiqsa, familiya va shaxsiy ma'lumotlaringizda farq bo'lmasa, pensiya tayinlash jarayoni odatda ancha silliq kechadi. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men baribir har bir pensionerga kamida bir marta o'z hisob kitobini tushuntirib berishlarini so'rashni tavsiya qilaman. Birinchi nozik joy, pensiya tayinlangan sana. Odam ba'zan yoshga to'lgandan keyin bir necha oy o'tib murojaat qiladi. Keyin nega o'tgan oylar uchun to'liq bermaysiz deb hayron bo'ladi. Har doim murojaat muddati va pensiya tayinlanadigan sana bo'yicha aniq tartib bor. Shuning uchun 60 yoshga to'layotgan erkaklar 5 yoshga to'layotgan ayollar hujjatlarini oldindan tekshirtirishga kerak. Tug'ilgan kun kelishini kutib, keyin arxi qidirishga tushish kech bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l yoshga yetishdan bir necha oy oldin staj, hujjat, bazadagi ma'lumotlarni tekshirib qo'yish. Ikkinchi tuzoq minimal pensiya va haqiqiy hisob kitobni aralashtirish. Ba'zi odamlar falonchi shuncha olyapti, men nega kam olyapman deydi. Lekin har bir odamning staji, maoshi, ishlagan davri, qo'shimcha huquqlari, oilaviy holati, nogironlik holati, oldingi to'lovlar boshqa bo'ladi. Ikki qo'shni bir mahallada yashagan uchun pensiyasi bir xil bo'lishi shart emas. Men doim shuni aytaman, taqqoslamoqchi bo'lsangiz, faqat summa bilan emas, hisob kitob asoslari bilan taqqoslang. Uchinchi nozik joy, qayta hisob kitob. Pensiya tayinlangandan keyin ham hayot to'xtab qolmaydi. Odam ishlashi mumkin, yangi hujjat topishi mumkin. Avval hisobga olinmagan stajni tasdiqlashi mumkin. Ayrim hollarda pensiyani qayta ko'rib chiqish uchun ariza berish mumkin. Lekin bu o'z-o'zidan bo'lmasligi mumkin. Masalan, 61 yoshli kishi pensiyaga chiqqandan keyin eski zavod arxividan 5 yillik ish staji tasdiqlovchi ma'lumotnoma topdi. U bu hujjatni uyda saqlab qo'ysa, hech narsa o'zgarmaydi. Uni tegishli idoraga topshirib, ariza yozib, qayta hisob kitobni so'rashi kerak. 4-nozik joy, ishonchnoma va bank kartasi. Ko'p pensionerlar kartasini farzandiga berib qo'yadi. Bu hayotda qulay ko'rinadi, lekin xavfli. Men buni juda ehtiyotkorlik bilan aytaman. Farzandga ishonish boshqa, moliyaviy xavfsizlik boshqa. Pensioner kartasi, PIN kodi, SMS xabari, bank ilovasiga kirish ma'lumotlari begona qo'lga tushmasligi kerak. Agar pensioner o'zi bora olmasa, rasmiy ishonchnoma, bank tartibi yoki qonuniy vakillik orqali ish qilish kerak. O'zimning bolam-ku deb hammasini nazoratsiz qoldirish ba'zan oilaviy nizoga olib keladi. 5-nozik joy, ijtimoiy yordam va pensiyani aralashtirish. Pensiya bu bir turdagi to'lov. Kam ta'minlanganlik, parvarish, nogironlik, kommunal imtiyoz, dori-darmon, sanatoriy, protez, ortopediya, uy-joy bilan bog'liq yordamlar boshqa tartibda bo'lishi mumkin. Pensioner, men pensiya olaman, demak menga boshqa hech narsa tegmaydi deb o'ylamasligi kerak. Aksincha, mahalla tibbiyot muassasasi, ijtimoiy himoya organlari orqali qaysi yordamlar borligini so'rab bilish kerak. Ayniqsa yolg'iz yashovchi, parvarishga muhtoj, nogironligi bo'lgan yoki daromadi juda past pensionerlar buni albatta tekshirtirsin. 6-nozik joy, tibbiy holat. Altimlarda yoshda sog'liq masalasi pensiyaga ham, ijtimoiy yordamga ham ta'sir qilishi mumkin. Agar odamning mehnat qobiliyati, harakatlanishi, o'ziga xizmat qilish keskin cheklangan bo'lsa, shifokorga murojaat qilib, rasmiy tibbiy ko'rik va tegishli komissiya tartibini aniqlash kerak. Odam kasalman deb aytgani bilan ijtimoiy tizim buni hujjatsiz ko'rmaydi. Tibbiy xulosa, ambulator karta, davolanish tarixi, analizlar, shifokor yo'llanmasi kerak bo'ladi. Endi men eng muhim amaliy qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Hujjatlaringizni bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta nusxasi, JSHIR, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, bank rekvizitlari, hujjatlar aralash holda sumkada yurmasin. Har birining asl nusxasi va nusxasi alohida bo'lsin. Ikkinchi qadam. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Agar elektron xizmatdan foydalana olsangiz, mypodcom.uz orqali ham ayrim ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Lekin yosh katta odamlar uchun ko'pincha yuzma-yuz maslahat foydaliroq bo'ladi. Borayotganingizda aniq savol bilan boring. Mening stajim to'liq hisoblanganmi? Qaysi davrlar hisobga olinmagan? Qayta hisob kitob uchun qanday hujjat kerak?
ishlagan pensioner sifatida qo'shimcha davrlarim inobatga olinadimi? 3-qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar masala muhim bo'lsa, yozma ariza bering. Arizada ism familiyangiz, shir, manzil, telefon raqam, murojaat mazmuni aniq yozilsin. Menga tayinlangan pensiya hisob kitobida 1997-1992 yillarda falon tashkilotda ishlagan davrim inobatga olinmagani tekshirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Ariza topshirilganini tasdiqlovchi qayd yoki raqamni olib qo'ying. 4-qadam, arxivni izlang. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Arizada tashkilot nomini, taxminiy ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, o'sha paytdagi familiyangizni yozing. Masalan, 1994-1999 yillarda Toshkent viloyati, falon tumani, falon sovxozda traktorchi yordamchisi bo'lib ishlaman deb imkon qadar aniq yozing. Qancha aniq yozsangiz, arxiv xodimiga topish shuncha oson bo'ladi. 5-qadam, bank masalasini tartibga soling. Pensiya qaysi kartaga tushadi? Karta muddati qachon tugaydi? SMS xabarnoma kimning telefoniga ulangan? Bank ilovasiga kim kira oladi? Shuni tekshiring. Agar pensioner telefondan foydalana olmasa, ishonchli yordamchi bo'lsin, lekin nazorat pensionerning o'zida yoki qonuniy vakilda bo'lsin. Karta yo'qolsa, darhol bankka murojaat qiling. 6-qadam, har yil kamida bir marta o'z holatingizni tekshirtiring. Pensiya miqdori indeksatsiya bo'lishi, qonunchilik o'zgarishi, ijtimoiy yordam dasturlari yangilanishi mumkin. Mahallaga borib, mening yoshim, daromadim va sog'lig'im bo'yicha qanday yordamlar bor deb so'rang. Oilaviy shifokorga borib, sog'liq holatingiz bo'yicha rasmiy yozuvlar tartibli yuritilayotganini tekshiring. Chunki ertaga biror yordam kerak bo'lsa, tibbiy tarix muhim bo'ladi. 7-qadam. Farzandlar ham yordam bersin, lekin pensioner nomidan hamma narsani o'zboshimchalik bilan qilmasin. Men farzandlarga alohida aytaman, ota-onangizning hujjatini tartibga solib bering. Elektron xizmatlardan foydalanishga yordam bering. Arxivga ariza yozing, lekin ularning roziligisiz karta, pul, hujjat va imzo masalasiga aralashmang. Bu nafaqat qonuniy, balki axloqiy masala hamdir. Demak, Olimlar Ligasi pensionerlar uchun asosiy qoida shunday: pensiya va imtiyozlar masalasida taxmin bilan emas, hujjat va rasmiy tekshiruv bilan ish qiling. Stajni tekshiring, ish haqi davrlarini aniqlang, eski hujjatlarni yig'ing, arxivdan yozma javob oling. Kerak bo'lsa, qayta hisob kitob uchun ariza bering. Ishlayotgan bo'lsangiz, bu holat pensiyangizga yoki qo'shimcha huquqlaringizga qanday ta'sir qilishini alohida so'rang. Sog'lig'ingiz yoki ijtimoiy holatingiz og'ir bo'lsa, boshqa yordam turlarini ham tekshirtiring. Agar bungi video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Sizda eng ko'p chalkashlik qaysi masalada? Stajdami, hujjatdami? Qayta hisob kitobdami yoki imtiyozlardami? Like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, 6 yoshdan oshgan tanishlaringizga yuboring. Chunki bir odam vaqtida to'g'ri ma'lumot olsa, uning o'yma-o'y daromadi, huquqi va xotirjamligi saqlanib qolishi mumkin.